Rossiyaga kelganda hamma ishni qanday to'g'ri qilasiz? Rossiyaga kirgach, yangi migratsiya kartasi va yangi ro'yxatdan o'tishni olishingiz shart. Migratsiya kartasi va ro'yxatdan o'tish bo'lgach, Yandex bitta ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz. Va mana yana bir pul bonus tizimi mavjudki, u hatto 15,000 rubl miqdorida bo'lishi mumkin. Agar 25,000 rubl kompensatsiya shartlarini bajarsangiz, bonusning maksimal miqdorini olasiz. Mening havolam orqali Yandex bitta ro'yxatdan o'tsangiz, u videoning tavsifida yoki birinchi izohda, qayer sizga qulay bo'lsa, siz aynan o'sha havolani bosib, shaklni to'ldirasiz. U yerga telefon raqami, familiya, ism, ota ism, fuqarolik va hokazolarni yozasiz. Akkauntni to'ldirasiz va Moskvadagi ofisga yozilasiz. Men sizga aytib o'tayotgan, mening noyob havolam orqali qo'shimcha bonus olish uchun 20 kun ichida 100 ta buyurtmani Yandex bitta ro'yxatdan o'tgandan so'ng bajarishingiz kerak. Bu siz uchun ancha oson bo'ladi deb o'ylayman. Yandex bitta ishlamasa ham yoki ishlamoqchi bo'lmasangiz ham, bonus 30-buyurtmani bajargandan boshlanadi. Agar kamida 30 ta buyurtmani bajargan bo'lsangiz, pul bonusini olasiz. Bu Rossiya fuqarolari va muhojirlar kabi barchaga tegishli.